Yazdiq degan restoran eng zo'r restoran ekan. Yaxshi bo'lsa olib keting. Nima? Qaynonam Andres qizim olib ketilyapti. O'xti yomon chiroyli ekan-a. Uni yetarkansan. O'xti qizlarni qaraydi, chiroyli kiyib olishgan. Ha, yecharkanmiz. Men yechib kelganman, birodir, tayyor bo'lib kelganman. Старицкий. Вообще chiroyli ekan. Gilamlar. Zo'r ekan. Mana shu gilamlar bor uyda. Qo'yib, banditga. O'sha paytdagi. Xullas, bu yaqin atrofda, yaqinimizda Ahmad Yassaviyni maqbaralari bor. O'shandan baland bo'lmagan holatda qurilgan ekan bu joy. Ha, aytdim, nima baland emas deb. Chiroyliligini, arxitekturasini. Mana yastovlar. Voy, yastovlarni, qizlarni. Uncha chiroyli qizlar. Ha? Bundan bitta berishadimi endi? Suyanib Ketayotganda berasizlarmi? Voy, voshcha zo'r qilishgan ekan. Antika qiylab qo'yishganmi yo bitta ursa tushib ketadimi? Yo, buni truba qilib, ichini teshib, Ha, dizayn qilib qo'yishgan. точно. Bu masjidda bu qattiq. Krasota. Labbe. Tayyor joyiga. O'tirib olib to'nkaga asal qo'yib. Voshcha zo'r ekan qarang. Mana. To'nkaga o'tirib olib ushlaych. To'nkaga o'xti rostdan ham. Hamma narsani takoy detalni o'ylashibdi. Hamma narsasini burchaklarigacha. Hammamizga 5 barmoq zakaz to'g'risida. Ha, boya zakaz qilish kerak. Kelishim Bittang. qo'yilgan. Mana mana bittang. Mana kim bu yoqqa Alloh kelsa shu yoqqa o'tir. На столе бешпармак, водными на аппарат. На цепях 100 карат, хейтерам шапала. На столе бешпармак, водными на аппарат. На цепях 100 карат, хейтерам шапала. В клубе тесно, нету мест. В Алматы теперь мое кресло. Если честно, я тут местный. 5 barmoq shu bo'ladi. Sizga qisqacha tarixini tushuntirib ketadigan bo'lsam, Ha. aldarimizda qo'y tovoq qozoq eti taqam jilovsida 5 barmoq, juqaqlab joyilgan qamirning betine sürlengen жылқы еті және қасымен бірге ұсынылады. Және дәруменге тол картоп және сәбізмен бірге жүреді. Және бұл тағамның жанында ет қайнаған ыстық сорпасы, сорпаның жанында айран, құрт және қызанақ тұздығымен бірге ұсынылады. Және де бұл тағамда негізінде көбінесе бізде қазақ елдерінде жақындармен бірге бас қосқанда, той жиындарда қойылатын ұлттық тағамымыздың түрі болған. Астарыңыз дәмді болсын. Rahmat. Жақсы deydi. Nima qildi? Qaytarib olib ketaman deydi. Yemasanglar qaytarib olib ketdi. Tағы бір ет келеді. Tағы bir ет алған. Çocuk da bak. Mana qo'rt ekanda, riso'g'ir ekan idishi. Mana qilib ezib. Voy, Quruqda maniga ozgina solib, keyin mana sho'r soldim mana sho'rvasiga. Sho'rvasining idishi juda yengil ekan, lekin qurt idishi vaqti og'ir ekan. Aralashtirib turib, bismillahirrohmanirrohim. Nanda ет те бар. aytib olib ketadi. Olib ketdani, yemadinglar olib ketdi. Lekin ketaman.